Hozir yoz paytiga kelib, ko'pincha bemorlarimizda psoriaz kasalligi bezovta qiladi. Psoriaz kasalligi nafaqat kattalarda, balki ko'rib turgan rasmiylardagi yosh bolalarda ham ko'p uchraydi. Ko'pincha buni tashxislashda, diagnoz qo'yishda xatolikligi, kamchilikligi yo'l qo'yilganligi sababli buni oxirida davolash samaradorligi kamayib ketadi. Ko'pgina holatlarda bizga og'ir holatlarda psoriaz bilan murojaat qilishadi. Bu o'z navbatida bizga davolashdagi qiyinchiliklarni keltirib chiqazadi. Agarda bolada, ya'ni qipiqlanadigan toshmali kasalliklar keltirib chiqazayotgan bo'lsa, sizda ikkilanish bo'lsa, markazimizga murojaat qilsanglar, markazimizda turli tashxis, diagnoz qo'yish va to'g'ri lecheniya, ya'ni davolash samaradorligini oshirishga bo'lgan effekt ko'proq bo'ladi. Bu holatlarda keladigan bo'lsak, bolalarda ko'pincha autoimmun kasallik, ya'ni keltirib chiqish sabablari multifaktorial. Bunga bizda juda ko'p davolash samaradorligi, ya'ni fizioterapevtik muolajalar va turli zamonaviy davolash uslublari, biologik dorilar keng qo'llanib kelinmoqda. Samaralari yetarlicha.